Yo'q, hammaga hello do'stlar. Bugun sizlar bilan pobeda qilamiz. Bo'lmasa boshlaymiz videoni. 1-2 kun keyin men bitta internet qotib qolgan bolani ko'rdim va unga time up qilib uni o'tmaslikka qaror qildim. Keyin asta-sekin oldiga ketib o'tdim. Keyin vijdonim nariyoqqa o'ynab kelguncha uni o'ldirib qo'yishga qaror qildim. Va bechara bola yig'lavordi. Keyin bitta o'larda aylanib yurgan paytimda bitta ahmoq himoyasiz yurganida SKSda qoqib tashladim bechara bolani. Undan keyin yana o'zgina qarasam, ayoqda odam ko'rganga o'xshadi. Derazadan eshikdan mo'ralab qarasam, hech kim yo'q ekan. Keyin yo'limda yana davom etdim. Shunday qilib, Pachinkin yonidagi joylarda yuruvdim. Zona qarasam shetda ekan. Keyin u ko'prik tagiga kirib olib jon saqlayman deb turgan vaqtimda bitta ahmoq o'shaning ichiga kirib olgan ekan. Hozir u yo'q nima bo'lganini o'zingizlar ko'rasizlar. Ha, shunaqa. Pritselimni to'g'rilayman deganimda pastga sakrab tushib, meni molototda qoqib ketdi iflos. Keyin men Rabaydan qaytib, haligi minorani ustiga suv olishga qaror qildim. Va bu molotot kuchaytirib oldi. Umuman shaqa tushmoqchiman. Ashu sariq molotot minoriga. Endi asta-sekin santiloni tashlab yutumni olaman. Evet. Mashhurdan. Hani şöyle endi pastga tushsam bo'ladi. Bu zonada qolib ketdi, hech qisi yo'q, olaveraman. Onu tez borsam bo'ladi. Okey. Tezroq yurishim kerak. Tez emasman hozir. Chiqdi. Ishga borsa, zona ham joyga emas. Kirosam bo'ladi. Mana turib olamiz. Alayım çıktı. Va mana shu paytda men sezib qoldimki, haligi qizil uy tomonda otishma bo'lyapti. Kartadan ko'radi. Sizlarga karta ko'rinmaydi, chunki aniqroq ko'rinishi uchun kesib qo'yganman videoni formatini. Paytda ham otishma bo'lyapti. Lekin men hech kimni ko'rmadim. Sal o'tib, ana uning yonida bir bola borligini bildim. Mana yerdan bitta ahmoq kelyapti. Stinkaga uranib asta-asta borib qoldim. Keyin borib, may tomondan ikkita odam bilan o'tyapti. Keyin o'tirib aptechka uradim. Aptechka urib bo'lib, haligi bola bilan endi o'tishim borganimda haligi bolaning interneti ozgina qatib qolgan ekan. Keyin o'tganimdan keyin ishlab ketdimi nima qilib.
Xullas, keyin zonada bo'lsam chop tashladim bo'ladi. Keyin Stinkiga uranib qarasam mana yerda yangi Jujutsu sezonga kelgan skill ishlatilyapti. Duel qilyapti. O'sha narsani qilayotganini ko'rib, men dueldan короче bittasi tek qoladi. Sizlar ham ishlatgandirsizlar. Va uni dueldan chiqqan ikkovidan birini kursi bo'ladi. Qaysi tirik qoldi? Qiz bola tirik qoldi. Yaxshi. Qiz bola bilan otishni boshlaganimda ikkita shot egdi. Uzoq bo'lgani uchun deyarli uncha uronni yig'olmadi. Keyin bola tomonga qochib ketyapti. Menga stenishni granata otdi, lekin men stenishni turmaganimda o'sha stenishni granata menga umuman ta'sir qilgan edi. Men Jujutsu sezonni qanaqangidir texnikasini ishlatdi. Bu yaxshi texnika bo'lib, sizlarga maslahatim hozir video davomida ishlatib kelayotgan arichali texnikadan foydalansanglar yaxshi bo'ladi. Chimni va keyin короче men bitta aptechka o'rayman. Haligi bilan qoqishni boshladim. Keyin uranib kira oldi va men orqasiga Santino'ga ushirib o'zim mana tomondan kelayotganday qilib orqasidan o'tmoqchiligimni bilmasdim. Va Santino stilga qaytib orqasidan o'tib tashladim. Va shunday qilib do'stlar, shuncha hayotdan keyin bitta obuna, bitta like jalq emasdir. Shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat.